Amerika'nın muavin prezidenti Kamala Harris Asiya ziyarati doirasida Singapurdan keyin yetib kelgan Vyetnamdami Xitoyni tanqid qildi. Kanoydagi ikki diplomatda Havana universal kasalligi ko'rilganligi sababidan bir qancha soat kechikib Vyetnamga borgan Harris muxbirlarga bergan bayonotida Xitoyning Janubiy dengizda zo'rmagarlik qilayotganligini ta'kidladi va Vyetnamni buningga jang e'lon qilishga chaqirdi. Rossiya TASS axborot agentligining xabar qilishicha, Ukraina fuqarolarini qaytarib kelish uchun Kabulga qarab yo'lga chiqqan bir yo'lovchilar aeroplani bulangan. Xabarda aytilishicha, Ukraina muavin tashqi ishlar ministri Afg'onistonga qarab yo'lga chiqqan Ukraina aeroplanining noma'lum kishilar tomonidan Eronga qarab uchirilganligini aytgan. Lekin Eron buni rad qildi. Ukraina tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Oleg bu xabarni rad qilib mundaq dedi: Kabulda yoki boshqa joylarda qo'lga tushirilgan Ukraina aeroplani yo'q. Ba'zi taratqulardagi bulangan aeroplan haqida tarqatilgan uchurlar to'g'ri emas. Avstraliya Kengash palatasi Xitoyning Sharqi Turkistondagi majburiy emgak siyosati va majburiy emgak mahsulotlarini cheklaydigan qonun loyihasini ma'qulladi. Tamojna qonuniga tuzish kirgizishni tashabbus qiladigan bu qonun loyihasiga asosan Avstraliya shirkatlarining majburiy emgak orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarni import qilishi cheklanadi. Xitoydagi maktablarda Xi Jinpingning siyosiy ideyasi davlat darsligiga kirgizildi. Xitoy Ma'arif ministrligining bayonotiga qaraganda, yangi ma'arif programmasiga kirgizilgan Xi Jinping ideyasi yoshlar orasidagi markazimni kuchaytirishga foydali ekan. Bu programma boshlang'ich maktabdan universitetgacha yo'lga qo'yildi ekan. Norvegiyada kema xodimlari bo'lmagan elektronlik yuk paraxoti yasaldi. Agar hamma ishlar o'ngishli bo'lsa, bu paraxot bu yil tunji qitimliq safariga chiqib, Norvegiyaning ikki porti orasida qatnaydi. Amerika Markaziy axborot idorasining boshlig'i William J. Burns Taliban rahbari Abdul G'ani Baradar bilan Kabulda ko'rishganda, Amerika askarlarining chegaradan chekinishi uchun berilgan vaqtning uzartirilishini talab qildi. Angliya davlat mudofaa ministri o'zining Twitter hisobida Turkiyada musofirlar markazi qurilganligi to'g'risidagi xabarni rad qildi. Angliya davlat mudofaa ministri Ben Wallace Angliyaning Turkiyada musofirlar markazi qurilganligi to'g'risidagi xabarning taratqularning farzi ekanligini bayon qildi. Xitoy prezidenti Xi Jinping bilan Rossiya prezidenti Vladimir Putin telefonda suhbatlashdi. Yig'in jarayonida Afg'onistonning eng yangi vaziyati, yuqumga qarshi turish va ikki taraf hamkorligi qatorliq masalalarning muzokara qilinganligi bildirildi.